Bu darsimizda bulutli xotiralar bilan ishlashni ko'ramiz. O'zi bulutli xotira nima? Bulutli xotira bu internetdagi shaxsiy xotira. Ya'ni u faqat internetda saqlanadi. Telefoningizda emas, internetga saqlab qo'yishingiz mumkin. Uni sizdan boshqa hech kim ko'ra olmaydi, chunki u ham shaxsiy akkaunt orqali kiriladi. Biz dasturga kiramiz. Uni turlari juda ham ko'p. Google Disk yoki bo'lmasam Yandex Disk. Biz hozir Yandex Diskni ham bir ko'rishimiz kerak. Yandex Diskni ko'ramiz. Kiramiz. Biz hozir to'g'ri Yandex Disk akkauntimiz yo'q. Void qilamiz. Biz через Google akkauntimiz orqali kiramiz. Ushbu oynaga kirdik. Endi tanlaymiz akkauntimizni. Tanladik. Ushbu oyna ochiladi. Bunga loginlarni kiritasizlar. Parollarni kiritasizlar. Parolni qayta kiritasizlar. Telefon raqamlarini kiritasizlar. Dalya qilasizlar. Telefondan SMS ketadi, o'sha SMSni kiritasizlar to'g'ri. Telefon raqamingizga borgan kodni kiritasiz. Va dalya qilasiz. Buni ham saqlanib qo'yamiz. Bizga mana Google Diskdan xotira ajratildi. Endi biz bunga oldin bu bizning fayllarimiz emas, bu fayllar o'chib chiqibdi. Biz hozir fayl bunga yuklaymiz. Загрузка bosamiz. Mana shu faylni tanlaymiz. Mana avtomatik o'zi yuklandi. Mana yuklab bo'lindi. Buni silkasini birovga tarqatsak bo'ladi. Mana shu silkani olib boshqaga tashlasak, kirsa bunga bizning faylimizni yuklab olish mumkin.